Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Avazov Babik. Bugun akkaunt sotiladi. Men bugun obzorni ko'rsataman, narxini oxirida aytaman. To'g'ri kelsa olasizlar, yana kelishtirib ham beraman. Bo'lmasa obzorni boshlaymiz. Global kiyimlardan shunaqa kiyimlar bor. Hop. Kaska, bosh kiyim, ochki, shut maskasi bor. Keyin mana bunaqa kaska, maska. Bularda oddiy mana bor ekan, normalniy. Fraun sumka, yana bitta mifik sumka bor. Kimlikni avtomatga lennik buncha qiziq emas. Pragatikani oxirida ko'rsataman. Sedan yo'q ekan. Mototsiklda bor ekan. Bagida 3 ta, qayiqda bitta, bunda bitta. Emotsiya bor. Keyin anovi va qolgani RP'dagi parashyutdan Fraun parashyuti bor. Bundan 3 ta. Samolyot, vertolyot yo'q. Bombada hammasida bor. Bitta vaqtsiz fon. Emas. 3 ta katta material, bitta kristal, 5 ta. Bundan yana 3 ta olsalar bitta katta bo'ladi. Bundan 137 ta. Floppy, Populianus. Hammasi shu. Pragatika, lennik kiltat, Peril 1, Fraun 24-2, Akim 3. Qolgani 1. Personajdan Karlo bor, bo'l. Qirbish kolleksiya 37 ta mifik. Urban 64. RP'ga ham kirib beraman. Narxi 350 ming kelishib beraman. Agar kimga qiziq bo'lsa, profilda Telegram kanalga taylab qo'yganman. Hammaga rahmat.